Barchamiz o'lik biz serialini ikkinchi fasli qaytmoqda. Serial 2026-yil chiqish haqidagi taxminlar xabar qilinmoqda. Hozirgi paytda suratga olish boshlangan. 2025-yil yoz oyida suratga olish jarayonlari boshlangan. Bu yaxshi belgi. Jadvalga olish, montaj va post ishlari 3-9 oy olishi mumkin. Shuning uchun 2026-yil chiqishi haqidagi taxminlar mavjud. Rasmiy sana chiqmaguncha kutish lozim. 2026-yil sentabr oyiga chiqishi mumkin deb ko'plab fanatlar taxmin qilmoqda. Rasmiy Netflix sahifasida barchaga e'lon qilinadi. Ikkinchi fasli 8 ta qismdan iborat bo'lishi kutilmoqda. Ushbu serial o'zi aslida birinchi fasl uchun suratga olingan va ko'plab muxlislarni talab qilgan va ikkinchi fasl chiqsin degan va shunga ishlab chiqaruvchilar ikkinchi fasl uchun suratga olish jarayonlarida boshlab olgan. Birinchi fasli 2022-yil 28-yanvarda premyera qilingan. 3 yil o'tdi. Ikkinchi fasl esa hali beri chiqmadi. Ikkinchi fasli qiziqarli va chiqish uchun 3-4 yil vaqt kerak, deydi rejissor. Barchamiz ushbu dramani kutamiz. Yangiliklar o'tkazib ko'rmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Aytgancha, siz ushbu serialni barcha qismida tomosha qilganmisiz? Ushbu serial barchasi qismlari o'zbek tilida mavjud.